Xon tanlovi buyuk mutafakkir va adib sharti 20-30 yosh toifasida so'nggi ishtirokchi E'zoza Fayzullayeva Navoiy viloyati. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raqam tanlang. 11-raqam. 11. Farididdin Attor 1 daqiqa vaqt ketdi. Sharhlash uchun sizga 2 daqiqa vaqt. Buyuk mumtoz adabiyotimizning namoyandalaridan biri Farididdin Attor 1045-yilda Attor qishlog'ida tavallud topgan. Uning Farididdin Attor, ya'ni ismi Farididdin, taxallusi Attor, ya'ni otasining kasbi attorlik, savdogarlik bilan shug'ullanganligi uchun ham Attor qishlog'ida tavallud topganligi uchun ham Attor nomli taxallusni qo'llagan. Farididdin Attorning hayot yo'liga nazar tashlaydigan bo'lsak, Farididdin Attor Jaloliddin Rumiy bilan, ya'ni otasi bilan sayohatga ketayotgan vaqtida Jaloliddin Rumiy bilan ko'rishib qoladi va Jaloliddin Rumiy unga oq fotiha berib, o'zining Asrornoma asarini taqdim etadi. Farididdin Attor bir necha tarixiy asarlarni yozgan. Ulardan biri Ruslatnoma, Mantiqut Tayr, juda ham mashhur asarlardan biri Mantiqut Tayr, ya'ni qushlar Mantiqut Tayr asari. Mantiqut Tayr asarida 30 ta bir necha qushning Simruvni izlab chiqqanligi va oxirida qolgan 30 ta qushning o'zi Simruv ichidagi Simruvni qidirib chiqqan, lekin o'zlari Simruv timsolida gavdalanganligi aks ettirilgan. Alisher Navoiy ham Farididdin Attorning Mantiqut Tayr asaridan ilhomlangan va o'zining ilhomlanib Lisonut Tayr asarini yozganligi bizga ma'lum. Farididdin Attorning g'azallari ham juda ham mashhur. G'azallari ham juda ham mashhur. Farididdin Attorning shaxsiyatiga keladigan bo'lsak, bu ko'rsatuvda ham bu tanlovimizda asarlari qo'yilganligi ham va Mantiqut Tayrning Lisonut Tayr yozilish uchun bir asos bo'lganligi ham ularning e'tiroflaridan biri hisoblanadi. E'zoza. Farididdin Attor shuni kutgandim, chunki mumtoz adabiyotdan tushayotgandida o'qigandim. Demak, mumtoz adabiyotlarni ko'proq xohlagandingiz. Aniqni aytadigan bo'lsam, nashni ko'proq xohlagandim. Yaxshi niyat. Farididdin Attor haqidagi javoblaringizni eshitdik. Harakat qildingiz. Bizga ko'proq ma'qul bo'lgan bir jihati o'sha Lisonut Tayrning yaralish tarixi bilan Mantiqut Tayrni yaralish tarixini bog'laganingiz bo'ldi. Alisher Navoiy haqiqatdan butun umri davomida Farididdin Attorning ta'sirida yashagan, shu shaxsga, shu insonga intilgan. Lekin xatolaringiz ham bor. 1045 dedingiz, 1145 yilda tug'ilgan. Keyin qishlog'ini Attor dedingiz, u Attor u kishining kasbidan kelib chiqqan qishlog'i Katkani qishlog'i. Bu joyda ham xatoingiz bor. Tazkiratul Avliyo haqida ham gapirish mumkin edi, chunki juda dunyoga mashhur asarlardan bittasi. Shu jihatlarni e'tiborga olib, men sizga 71 bor. Rahmat. 71. E'zoza attorlikni ish qobiliyati kasb dedi. U qanday kasb? Savdogarlik. Savdo nima sotadi? Kiyim-kechakmi? Attor degani shu mato bilan bog'liq. Matolarni o'lchab matolar sotadi. Atir emasmi? Yo'q. Atir uqamasmi? Attor deb o'zi nomi aytib turibdi-ku, atir bo'lsa kerak, foyda bor. Yo'q. Yana bilmadim, ishi bor. Mana attor do'koni deydi. Uni do'koniga bormadim-da, shu siz borsiz shekilli kiyim-kechak. Yana Attor so'zi menimcha ko'p narsalarni sotadigan savdogar bo'lishi mumkin, chunki Attor do'koniga xaridor bo'ladi. Chunki Attorda atir turibdi-da. Bittagina so'zni bilib olsangiz ham baribir foyda kerak bo'ladi deyapmiz.
attor do'koniga har doim biz xaridormiz. Attor mushkamlar. Menda 22 bor. 72. 72. Umumiy hisobda to'plangan ball 71.7.